Sumka to'qiyotganlaringizda to'g'ri lesk va to'g'ri ustozdan foydalanadigan bo'lsangiz, sumkalar uncha-munchaga uzilib ketmasdan anchagina baquvvat bo'ladi. Qaychi bilan kesganingizda ham oralari ochilib, to'kilib, sochilib ketmaydigan bo'ladi. Ko'pchilikni ishini o'g'irlamasdan o'zlarini neobычный, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan ideyalar bilan chiqadilar. Bular leskani to'g'ri tanlashi, nimalar kerak bo'lmasligini eng zo'r mahoratli kurator deb bemalol ayta olaman. Chunki bular shunaqa chiroyli sumkalarni yasaydilar ham sotadilar. Bundan tashqari shogird olib o'quvchilariga ham zo'r o'rgatib qo'yadilar. Ipidan ignasigacha, sir asrorlarigacha hammasini noldan boshlab chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Studentmisiz yoki uy bekasi, balki ishingiz bor, qo'shimcha daromad qilishni xohlasangiz, aynan shu hunar sizdan faqatgina hunar. Men bularga 4 ta sumka zakaz bergan edim. Ikkitasi o'zimga, ikkitasi singlimi sarpasiga. Videoda ham bularni qanaqa darajada chiroyliligi va sifatga egaligi yaqqol ko'rinib turibdi. Siz ham shu hunarni o'rganib, uyda o'tirgan holatingizda pul topib o'tirishni xohlasangiz,